Assalomu alaykum hurmatli Agrotoxuz obunachilari. Senaj mavsumi. Mana hozir jadallik bilan senaj mavsumi bo'lyapti. Mana Jaguar 850 senaj o'ryapti. Anvar aka kelib bir diagnoz qo'yib, yaxshi yuribdimi deb kombaynda oldiga kelganmiz. Yaxshi va kompyuterdan diagnostika qilish ishlari davom etyapti. Bizda bilasizlar, texnika sotishdan ham tashqari shunaqa diagnostika ishlari, remont ishlari, servisimiz yaxshi rivojlangan. Faqat Jaguar emas, faqat Arion emas, undan tashqari qanaqa Yevropadan keltirilgan texnika bo'lsa, Xudoga shukr, hozircha hech kimdan jalb eshitganimiz yo'q. Hammasini nima muammosi bo'lsa bartaraf qilib kelyapmiz. Hozir buni faqat shu kompyuter ishi bor ekan, shu kompyuter ishiga kelganmiz. Yaxshi o'ryapti, mashinalar tinmasdan. Senajı ham yaxshi bo'pti. Yomg'irdan kelsa ahvoli qiyinlar. Sizlarga ham shunaqa servis xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqsanglar borib joyida Polyanolda hal qilamiz.